Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan kelganman. Men shu ikkita qo'ltiq tayoqqa yuraman. Qancha vaqt bo'ldi shu qo'ltiq hassada boshlaganingizga harakatni? Harakati 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Ungacha bitta hassa bilan yurardim. Bu kasallik boshlangani 10 yil bo'ldi-da. Shu sizni YouTube'dan ko'rib, ixlos qilib chiqib keldim-da. Mana haqiqatdan ham opamiz 70-yil tizza bo'g'imlari osteoartrozi 3-4 bosqichlari bilan bizga kelishgan. Necha yildan boshladik? Bugun 3-kunlaringiz. 3 kun nasib bo'lsa. Juda ham yaxshi. Harakatlarimizda yengilliklar bormi, og'riqlar? Ancha kamayapti. Ancha kamaydi. Xudoga shukr. Men boshqa joylarga borgan bo'lsam, Toshkentga ham, Samarqandga ham shu garmon qilishardi. Men sizni YouTube'dan ko'rdim. Shu garmonsiz davolayman deganingiz uchun sizga ixlos qilib keldim-da. Ilohim. Mana xolani shu garmon haqidagi fikrlarga aytamizki, garmon degan narsa garmonlar ham ishlatilar ekan. Vaqti, soatida ishlatilar ekanda uni ham. Hali har bitta kelgan bemorga garmon ishlatib bo'lmas ekan. O'shaning uchun garmon ishlatadigan mahalda garmon ishlatish kerak. Albatta, garmon ishlatilmaydigan mahalda garmonsiz davolash kerak ekan. Tushunyapsiz xola? Erkak tog'aylarning yemirilishi 3-4-bosqich deyapman-ku. Kuchaygan bosqichi bu holat bo'yicha fan aytayaptiki, albatta endoprotez qo'ygin deyapti. Endoprotez, bu haqda ma'lumotga egasiz. Bizdan oldin davolanganingizda shu protezlar haqida gapirishganmi sizga? Toshkentga 2 joyga bordim ham, umuman iloj yo'q. Endoprotez qo'ymasa bo'lmaydi. O'zi даже bir xil doktorlar endi bu shu bilan ketasiz, siz bilan ketadi. Endi yura olmaysiz degan joy ham bo'lgan. Tog'aylarning yemirilishidan tashqari tizza bo'g'imida shamollagan suyuqligimiz ham bor ekan. Ya'ni buni sinavit deyiladi. Endi bu yerda birinchi o'rinda shu sinavitlarni so'rdirib olsak, og'riqlarimiz yengillaydi. Keyin bu tog'aylarda yemirilishiga ishlov qilamiz. Endi mana ko'rayotganlar 3-4-bosqich yaxshi bo'lmaydi. Bunga albatta protez qo'yiladi deyilaveradi, lekin bu yerda niyat xolis bo'lsa, shu yemirilgan tog'aylaringiz shu holatda qolib, organizm oziqlanib olib, bu hassani tashlasangiz, yaxshi yuradigan bo'lsangiz, protezni sizga ahamiyati yo'q. Kerak emas protez, tushunyapsiz? Protez qo'ydirish uchun odamda birinchi o'zini jelaniyasi bo'lishi kerak. Men protez qo'ydiraman, licheniyadan zerikdim deydigan odamlarga protez qo'yish kerak. Unda faqat licheniya qilish kerak. Mana licheniyamiz 3 xil etapda ketyapti. Fiziolicheniya olyapsiz, dori-darmon olyapsiz, shamollashga qarshi licheniya olyapsiz, tizza bo'g'imidan kislorod olyapsiz. Kislorodlar qilinyapti. Bugun ikkinchisini olamiz. Ikkinchisini olasiz. Xudo xohlasa, mana shu yerda 10 kun, 12 kun yotganingizda, mana shu qo'ltiq hassani shuni tashlaysiz-ku, shuni chopqilab yurganlaringizni nasib qilsa videoga olamiz. Ikkovi videoni salomat bo'ling. Tinch bo'ling. Baraka toping. Salomat bo'ling. Bolalaringizning huzurini ko'ring. Sizni o'qitgan, tarbiyalagan ota-onangizga rahmat. Nasib bo'lsa, kelin bilan qo'sha qarib, bolalaringiz o'zingizdan-da ziyod yetuk inson bo'lsin. Dostonbek professor bo'libdi, akademik bo'libdi degan gaplarni eshitaylik. Sekin yuravering mana, o'zingizga ishonch hosil qilib mana, sekin yuravering mana. Bilinyapti mana yurishlaringizda. Xudoga shukr. Haqiqatan ham dankasa bo'lib qolgan ekan oyoq. Shijoat endi hosil bo'lyapti. Xudoga shukr. Haliga chopqilab yuradigan bo'lishingiz kerak. Nasib bo'lsa, bilyapsiz mana o'zingizda mana ishonch. Mana endi moslashyapti-da. Moslashyapti oyoqlar. Ko'proq yursa moslashyapti. Ko'proq yursa, shu bugun hassa tayoqqa tushib, ozroq yuruvdim. Mana hozir uni ham tashlab, mana yuraman. Uygacha yurib kirib borarman, nasib bo'lsa uyga. Uyga kirganingizda uydagilar juda xursand bo'lib ketadi. O'zi eshitib, o'zi shunday xursandman. Ilohim. Men yaxshiman, yuraman deganimga. Chunki spalniyimdan ham tayoqqa suyanib, yig'lagidek bo'lib bazir turardim-da. Hozir Xudoga shukr, shunday o'zim turaman. Endi bu sohada qiynalayotgan har bitta bemorimizga aytamizki, qaysi klinikada davolanishdan qat'iy nazar, albatta bitta vrachchi ushlab, ortopedik rejimda, nazoratda etap-etap davolansa, albatta Xudo xolasa yo'llarini ochiq qilib, sog'ayib ketishadi. Xudo hammamizga shifo bersin. Tinch bo'ling.